Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz tashrif loyihasi bo'yicha yana manzillarda davom etmoqdamiz. Ya'ni bu oilaga biz birinchi, ikkinchi yoki uchinchi marotaba emas, balki juda ham ko'p marotaba bu oilada bo'lganmiz va eng asosiysi har doim kelgan oilamizni xursand qilish, ularning ko'ngliga, ularni har doim qalbiga qarash va ularga qanday qo'shiqlar, ularga qanday go'zal she'riy satrlarimiz manzur bo'lsa, hammasini biz taqdim qilayotganimizdan xursandmiz. Eng asosiysi O'zbekistonimizga, barcha yurtdoshlarimizga har doim kerakli va eng asosiysi ularning ishonchini, e'tiborini qozonib xalqimizga xizmat qilish qadrimizga nasib etsin. Biz Inoyat Abdullayev ijtimoiy tarmoqlarimiz, ya'ni YouTube kanallarimizda doimo xizmatingizga tayyormiz. Tashrif loyihasi sizni ham xonadoningizda bo'lsa, biz bundan baxtiyormiz. Rahmat. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Qo'sha qarib yursinlar, otam bilan jononam. Qo'sha qarib yursinlar, otam bilan jononam. Avaylab o'stirganlar, sizlab oshnon berganlar. Avaylab o'stirganlar, sizlab oshnon berganlar. Yotdan kam qilmaganlar, otam bilan jononam. Yotdan kam qilmaganlar, otam bilan jononam. Doim birga bo'lsinlar, birga davron sursinlar. Qo'sha qarib yursinlar, otam bilan jononam. Xizmatlari beminnat, har bir so'zlari hikmat. Xizmatlari beminnat, har bir so'zlari hikmat. Bo'lsinlar sog' salomat, otam bilan jononam. Sog' salomat bo'lsinlar, otam bilan jononam. Doim birga. Чем больше друзей вокруг, тем Barcha farzandlarimizni tabriklaymiz. рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, любви, добра, положения и чумового настроения и самых преданных друзей. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizga oilaviy xotirjamlik yo'llab, go'zal taronamizni Biringiz jannatim, tugamassiz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun har onda quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonim mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonim mani. Tabriklaymiz! Oba, shtay! Yaxshi! Barcha farzandlar nomidan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Dastanbek, Shaydon, Mohira, Nobir nomidan tabriklaymiz. Kechagi kun sira
ertaga qaytmaydi. Ushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'tib erkalayman. Siz uchun bugun sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, hey onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Assalomu alaykum, Lolajon Hoji onamiz nomidan tabriklaymiz kelinlarni. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sog'lom bo'linglar, rohatim ko'ringlar. Meni ham davrimda bir o'ynab kulinglar. Mehrli ko'zingiz, duoda so'zingiz, siz sabab shu kunga keldi-da o'g'lingiz. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Hali ham yonimda parvonam mani. Hey! Tabriklaymiz. Ziraklar ana shunday bir e'tibor hurmat uchun Dastonbek va kelinga barcha qizlarga ota-onalar nomidan kattakon rahmat aytamiz. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarimiz har doim davom etsin. Kuyovlar nomlari. Demak, Mohira Xursatbek nomidan, Lobar va Sherzodbek nomidan ham tabriklaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Albatta bugun tug'ilgan kunlar munosabati bilan jam bo'lgan barcha qadrdonlar, barchangizga bugun oilaviy xotirjamlik, baxt va saodat yo'llab, biz yana tashrif loyihasi bo'yicha manzillarda davom etmoqchimiz. Bu manzilimiz yana Qo'shko'pir tumanimiz Tiyroq yerida. Ya'ni bu oilaga biz birinchi emas, Xudo xohlasa mana ko'p bora kelishimiz. Avvalo bu oilamizni yosh katta vakillari bo'lgan hurmatli bugun Rahimboy hoji otamizni, Lolajon hoji onamizni, ularda farzandlari bo'lgan hurmatli Umidbek farzandlarini bugun tabriklaymiz. Eng asosiysi mana bugun Muzaffar va Dilshodbek, Bahronboy, Anvarbek farzandlar nomidan barcha kelinlar nomidan bugun Umidbek og'alarimiz va ushbu tantanamizni asl sababchisi bo'lgan Dilfuzaxon volidamizni yana tug'ilgan kunlari bilan qizg'in muborakbod qilayotganimizdan barchamiz shodmiz. Ayol e'zoz uchun yaralgan zotdir. Ayolga ehtirom yarashar asli, bir og'iz shirin so'z unga najotdir. Ayol bor, baxtiyor odamzod nasli. Ayol bag'ringdagi baxtning bekasi, dunyoga tabassum bergan ham ayol. Jannat iforidir ayol nafasi, ter bo'lib dardingni olgan ham ayol deymiz. Demak, borlar nomidan yana bir bora bugun tug'ilgan kunlarda mana inshaalloh hammamizni oilasi va xonadonlariga bugun taklif etgan Umidbek akamiz va Dilfuzaxon volidamizni barcha yurtdoshlarimiz nomidan samimiy birgalikda tabriklaymiz. Yaxshi kayfiyat bilan tug'ilgan kunlarimiz mana bugun davom etayotganidan hammamiz shodmiz, hammamiz xursandmiz. Yaxshi kunlarimiz har doim davomiy bo'lsin. Baxtimizga ota-onalarimiz, yaqinlarimiz sog' omon bo'lsin. Dastonbek qanday qo'shiq bo'lsin? Xadicha, demak Xadichaxon tomonidan bugun hurmatli tug'ilgan kunlarimizni asl sohibasiga bo'lgan go'zal she'riy satrlarimizni Xadichaxondan eshitamiz. Xadicha qizimiz, marhamat. Ertalab, bosim bismillah, bizda umrda
Oyuncaklar, serenekler, koşuklar, tuğdular, tırtıklar, yamemiş, bakli borsa, randamemiz. Bol dedi ben. Evet. Aranma, köpüreme. Basalika sana bir şey aytdi. Katta rahmat. Albatta hozir biz tabrik daqiqasini e'lon qilamiz. Niyat istaklarimizni oilamizni bugun go'zal sohibasiga yo'llaganimizdan keyin barchangizni badiiy maydon, badiiy davramizga, raqslarga taklif etmoqchimiz. Eng asosiysi bizni tanigan, bizni bilganlarga yana bir bora bugun alangali assalomu alaykum deymiz. Har doim oilangizda yaxshi kunlar, bayram, to'ylar, unutilmas shodiyonlar davom etsin. Zeroki oliy maqsadimiz oiladagi mehr muhabbatni mustahkamlash, insonlarga har doim xursandchilik va tabassum ulashish. Bugun barchangizga qisman bo'lsa ham tabassum ulashganimizdan barchamiz baxtiyormiz. Birinchilar qatorida ilk tabriklarimizni kelinlarga, farzandlarga bugun yo'llash uchun Lolajon Hoji onamizga so'z navbatini bermoqchimiz. Tabrik deymiz. Oilangizda yana bir quvonchli kun. Biz har bir kuningizda mana shunday bor ekanimizdan xursandmiz. Faqat endi kattalarnikiga emas, balki yoshlarnikiga kelib ham xizmat qilish doimo nasib etsin. Tabriklaymiz Hojona, marhamat. Assalomu alaykum. Mana vaqtli günimizni baxtiyor qatnashchilari. Yine şu gelinimiz, kızımız Dilbuzaxonni doğulgan gün ekan. Şu doğulgan gün bilen tebrikliymen. Oğlum bilen den yaşap, den karısın. Bala çağasına həsözünü görmekle Allah nasip etsin. İzinde ibarlara müzleri deyin, akıllı, huşlu olsun. Elimiz, yurtumuzda başı toydan çıkmasın. Hemmemiz sağ salamet yürmekle Hudayımız nasibi roz etsin. Sağ olunlar. 100 yaşlarına gir. Katta rahmat. Rahimboy Hoji otamiz qanilar? Va albatta biz har kimni bir nomini e'lon qilmasdan, ya'ni vaqtni olmasdan ketma-ketlik tarzda kimni qalbida, ko'nglida go'zal, samimiy tabriklar bo'lsa, hammasini bugun yo'llash uchun, demak, ketma-ketlik tarzda tabriklarimizni bugun izhor etmoqchi bo'lganlarimizni yonimizga taklif qilamiz. Yana bir bora bugun aytib o'tmoqchimiz, tashrif loyihasi bo'yicha, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarimizda Inoyat Abdullayev tomonidan barcha yurtdoshlarimizga bugungi tug'ilgan kunlarimiz, bugungi unutilmas shodiyonamiz hademay sanoqli 2-3 kun ichida taqdim etiladi. Biz yana xursand bo'lib, galdagi tabriklarimizni yaqinlardan, xolajonlardan qabul qilmoqchimiz. Marhamat. Şu fırsattan faydalanıp ülkemiz 100 yaşlarına girgey, Kudayım ümit bilen denk aragay, bağlarını baktına, tahtına suyanıp ürgey. Hem muhak yaxşı günde gelip oturgayımız, yine bu tebriklime 100 yaşlara girgeyse. Bugun volidasiga mana chiroyli sovg'alarni, uzuklarni, qolaversa mana ayollar tilida, ya'ni isirg'a deyisharmidi, ana shunday go'zal sovg'alarni bugun taqdim etgan farzandlarni biz yonimizga taklif qilamiz. Dastonbek, keling do'stim, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana hamma yaqinlarim. Rahmat, shu bizning shu yaxshi kunlarimizga kelib o'tir ekansizlar. Sizlarga shunday yaxshi kunlarga borib o'tirmoq nasib etdi. Opam bilan akam Dayin Qarag'ay, ko'p yoshlarga shu enam bilan otamning qariy, shu aqchol sonni bilib o'tiraysan. Shu baxtimizga sog'om bo'ling. Shu akamim sog' bo'ling. Hammangizga rahmat.
Yanar gül beyi, lütünler, tohta beyi, lütünler. Ben egemeyi göremez. Yukarıda oturmak nasip etsin. Haber söyle. Tebrikliyim. 100 yaşlara girip yürüyün. Kim? Bir al ötemenden iskoz kaç gitti yani. Yok koşun koyun oynanır. Söylemeyecek mi hiç? Katta rahmat. Labbay. Bibijon, qudajonlar keling, marhamat. Qudalarda biz yonimizga taklif qilamiz va o'ylab turamiz, qanday qo'shiq bu davraga mos. Qanday qo'shiqni biz taqdim etsak, siz mazza qilib o'ynab ko'rasiz. Adashmasak mana bugun DJ variantda biz qo'shiqlarni taqdim etmoqchimiz va siz so'ragan taronalarni sanoqli daqiqalardan keyin hamma uchun, yaqinlar uchun taqdim etishga tayyormiz. Hozir so'z hurmat bilan qudajonlarimizga tabriklaymiz. Marhamat. Mana takliflar ko'p, talablar ko'p. O'g'illarimiz bor. Qolaversa, kim dedingiz? To'xtajon biylarimiz bor ekan. Umidbek og'amiz, ya'ni bu oilamizni mana sohibi, katta doilarimiz, amakilarimiz hammasini yonimizga taklif qilamiz. To'xtajon biy, keling, marhamat. Doğulan gününde oturgan ekanmiz. Aytib qo'yganlar, qo'shgan. Uzoq yosh keng davlat tilayman. Xudoyim mana Umidbek yerimiz bilan dang qarib shu Umito, keling axi. taxtına baxtına suyanib yursinlar. Tabriklaymiz. Kima keldi? Xo'p. Feruza xonim alaykum. Abchashir o'tib qoldi. Sen şükürlüğün günü bilen tabrikleme. 100 yaşlara girmeysin. Rayman tam bilen denk karışıp hecreme bir zafarı oturuyorsun. Hadiçe. Rahmet. Umita, bir o'zingizdan bo'lsin. Avsullar nomidan bittasini bugun taklif qilmoqchimiz. Avsullar deganda Sanamjon kelar ekan. Qarasiz. Sanamjon avsullarni barcha avsullar nomidan taklif qilamiz va niyat istaklarimizni bugun ulardan eshitamiz. Ana undan keyin hammangizni raqslarga taklif etmoqchimiz. Sanamjon avsullar, tabriklaymiz. Oilangizda, stololangizda bo'layotgan yana bir yosh, yana bir unutilmas tantana, shukrona kunlar hammamizga bayramdek, yaxshi kayfiyatdek muborak bo'lsin, davomiy bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Nabiy tabriklayman oilangiz bilan 100 yoshlarga kirasiz. Ya, dimdor bo'ldi. Uylantirib musaffar bilan. Bo'ldimi? Katta rahmat. Hammani taklif qilamiz. Yaxshi kayfiyat bilan qo'shiqlar siz uchun davom etadi. Marhamat. O'ynaymiz. Baba. Hammani taklif qilamiz. Ha. Baba, baba, baba. Ha. Azam bilen girdim içen kalağa. Aşık buldum kara pereng balağa. Azam bilen girdim içen kalağa. Aşık buldum kara pereng balağa. Baskam kazanına can sadağa. Can
Dilfuz akkamni doğgan günlari bilan tabriklaymiz. Hamma yakunlar nomidan. Anvaron nomidan. Hava. Soylama iyi sanam kimde süver yarısı ala yüz hey kara yüz ala yüz hey kara yüz boy boy Ceylan. Devam edemiz. Yapmanı kastım canım, gururum sevgim aşkar kalmaz
Öldüm küydüm ana, derdime derman gel gel bana bana. Hammaga yaxshi kayfiyat. Eng so'nggisi. Hazza o'ynaymiz, keyin bir rasmga chiqib boramiz, xudo xolasa. Aldamçı yaş görmeyen kapakına bir cindik. Aldamçı yaş görmeyen kapakına bir cindik. Hatta enen öpmeyen, hatta kıyaş görmeyen kapakına, sakakına, dudakına bir cindik. Oyey, aha aha aha, hey, vaka vaka vaka, hey, aha aha aha, kiştek, vaka vaka vaka, hey. Sevkileski bu kızman, kızışman birden birden. Sevkileski şu kızman, kızışman birden birden. Lezgide oynan, lezgide hessede boynan. Kırıp herdem herdem, her kime birden birden. Aha aha aha, hey, vaka vaka vaka, hey. Aha aha aha, kiştek, vaka vaka vaka, hey. Lezgi lezzet diyelim, tene izzet diyelim. Lezgi lezzet diyelim, oyey, tene izzet diyelim. Canım izzet diyelim, canım izzet diyelim. Hatırım herdem herdem, her kime herdem herdem. Alalay alalay, açılın alay alay. Alalay alalay, açılın alay alay. Aha aha aha, hey. Aha aha aha, Maşinine motoruna otu bak, maşinine motoruna otu bak. Yola çıksan 70 türlü otu bak, yola çıksan 70 türlü otu bak. Ağınıza birge baytin ağacan, sürdü sür kadamına. Yolda tıkan girmeyin, sürdü sür kadamına. Yolda tıkan girmeyin. Sıkattı bendeleri sana gözü değmeyey. Bana bergen verdeleri başkaları vermeyey. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel berdan, kara göz gel beri. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel berdan, kara göz gel beri. Hammaga kattagan rahmat, salomat bo'lasizlar. Bir yaxshi bo'lsa, iloyim video ishlab kiring. Rahmat, Iloyim Muhammad ben karın. rahmat. Yukarılarda hatırın göreyim, baktılar tabii çok önemli tanrı bilmiyor oturun. Rahmat, Vaktimize sağ olun. rahmat. Sizlar ham masak yeysizlar xudoyim. Hamroni tabriklab qo'y. Ağam şu yan başında, hemşe yürüyüş ağam yan başında. Rahmat, rahmat. İlahim şu 100 yaşına gidin, kiminde 100 yaş. 100 yaşın var da ise. Rahmat.
Peygamber sağlığı, sağlıklı olsun, vakti koççuluk olsun. Yiğit mendeğini baktı yapmadı. Hem büyün, hem geleğimiz hem kıyımız doğulan güne geldi. Şu oğlumuz da ikisi koca karısın. Aktıp çoğulukla sağlıklı otursun. En yaman görüşürlü olsun. Sana hem de kolay ye. Sağlık sağlıklı olsun. İşi imkandan diyende kaldırmam var. Alın. Sen bakın sağ olun. Rahmet var. Hem meysal başla.